Xo'p, avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar, bugungi video darsimiz Microsoft Word dasturining ikkinchi darsi bo'lib, biz unda matn bilan ishlash, sherif sozlamalari, sahifa makti, rasm joylash, jadvallar bilan ishlash kabi amaliy ko'nikmalarni o'rganamiz. Xo'p, dars oxirida Word dasturiga mustaqil ravishda hujjat tayyorlay olasiz. Nasib qilsa, keyingi birinchi qismda biz nimalar bilan shug'ullanishimiz kerak? Word ishchi oynasini takrorlaymiz. Word oynasiga nazar tashlaymiz. Birinchi o'rinda Word dasturini ochsak, mana bu e'tibor berishimiz mumkin. Mana bu Word dasturi. Biz yangi oyna ochadigan bo'lsak, that hop, o'zimizga mos formatda to'g'rilab qo'yaylik buni. Hop, Word dasturi imkoniyatlarini batafsil ko'rish, tanishib chiqamiz. Hop, Word oynasi Glavniy menyusiga birinchi o'rinda nazar tashlasak. Hop, Glavniy menyusi matnlarni formatlash. Vstavka esa albatta rasm, jadval, shakl qo'shish. Mana rasm, jadval va turli xil shakllar qo'shish uchun xizmat qiladi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda smart artlar mavjud. Xuddi shunday. Keyingi esa dizayn bo'limiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bu bizning hujjatimizni turli xil dizayn, ya'ni orqa fonga rang berish, ramka qo'yish kabi ishlar bilan shug'ullanadi bu dizayn. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, sahifa maktlariga e'tibor beramiz. Xo'p, sahifa maktlari vid mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Va e'tibor berishimiz mumkin. Biz avval hujjat oldin matn yozamiz. Misol uchun Lochinbek, hop, Lochinbek degan matn yozamiz. Bu matnga biz Glavniy menyusidan ishlov beradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin sherif turlari. Mana bu yerda turli xil sherif turlari mavjud. Times New Roman, Allergan, mana bu yerda juda ko'p sherif turlari mavjud. Mana shu sherif turlarini biz hop bugun o'rganib chiqamiz. Glavniy menyusidan mana e'tibor beradigan bo'lsak, Times New Roman turli xil shakllarda ketyapti. Mana bu yerdan yozuvchani biz 72 xillik o'zimizga yoqqan shaklda mana ko'rishimiz mumkin. Allergan mana shu shaklda keldi. Xo'p, keyingi jarayonlar nima? Misol uchun keyingi jarayonlarda e'tibor beradigan bo'lsak, sherif o'lchamini 12 Ctrl zimni ortga qaytaramiz. Sherif o'lchamini biz 12. Hop. Mana shu ko'rishimiz mumkin 12, 14 yoki 16. Asosan Times New Roman va albatta 14 sherifda yoziladi asosiy hujjatlarda. Endi matnga bizlar rang bersak, mana bu yerdan e'tibor berishimiz mumkin. Har bittasiga ishlov berib mana bu shaklda matnimizga rang beramiz. Misol uchun biz qaysidir matnni oladigan bo'lsak, misol bizga yaqinlashib kelayotgan Konstitutsiya bayrami munosabati bilan yoki bayroq, O'zbekiston bayrog'i, Amir Temur haqida ma'lumot so'raylik. Amir Temur, hop. Amir Temur haqida ma'lumot chiqarib berdi. Endi misol uchun bizga kerakli Wikipediaga kirib, Amir Temur haqida o'zimizga kerakli ma'lumotlarni olsak. Internetimiz sal sustroq bo'lyapti. Xo'p, misol endi Amir Temurni o'zimizga kerakli mana shu yergacha kopirovat qilamiz. Kopirovat adres. Hech qanday adres emas, EB bunaqa bo'lyapti ekan. Kopirovat, hop, Ctrl S bosib qo'ysak ham bo'lardi. Ctrl V ni bosamiz, avtomatik joylashdi. Hop, Ctrl V ni bosganimizda mana bu yerdan to'g'rilab qo'yadigan bo'lsak, o'zimizga kerakli shaklda mana bularni belgilab olib, hop, Glavniy menyusiga kirib, mana bu shaklni 14 shaklga yoki 24 shaklga ko'rishimiz mumkin. Matn o'lchami o'zgaryapti yoki matn turini o'zgartirishimiz mumkin. O'zimizga yoqqan shakllarga mana
Xo'p, turli xil shakllarga matnlar o'lchami ham, matnni yozuv turi ham e'tibor berishimiz mumkin, o'zgarib bormoqda. Xo'p, endi matnda biz jирный, mana bu yerda ko'rishimiz mumkin, j ruskida jирный, ya'ni qalin, ya'ni klaviaturadan ko'rishimiz mumkin. Ctrl+B tugmasini bossak ham mana shu shakl bu tarkab. Ctrl+B. Mana ko'rishimiz mumkin, mana shu shaklda bizga jирный bo'l yoki og'ma deydi-yu, mana shu og'ma shakliga yoki tagga chizish, turli xil shakllarga chizishimiz kerak bo'lsa, mana bu foydalanamiz. Bizga kerak emas. Xo'p, bu yerda o'rtasiga chizish, mana bu endi bu yerga rangga bersak, o'zimizga yoqqan. Misol uchun bizga mana bu shakl ozroqgina yoqdi. Keyin ko'rishimiz mumkin matnlarni joylashuvi, chapdan, o'ngdan, o'rtadan, mana bu misol uchun chapdan turli xil shakllarga o'zgarib bormoqda. Mana shu ko'rishimiz mumkin. Bizga asosan foydalanadigan chap tomondan foydalanadi. Va matnlar orasidagi masofalarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda matnlar orasidagi masofalar ham o'zgarib bormoqda. Va mana shu yerda mana shu matnga turli xil ranglar berish uchun mana bu satilcha deb qishloqchasiga, jaydarchasiga aytsak ham bo'ladi. Xuddi shu jarayonda endi bizga kerak bo'ladigan shakllar. Главный menusida bizga hali ko'p qiladigan ishlarimiz bor. Misol uchun ro'yxatlar bilan ishlaydi. Ro'yxatlar bilan ishlashda misol uchun mevalar ro'yxati kerak bo'ldi. Xo'p, mana shu mevalar ro'yxatida mana главный menusida ko'rishimiz mumkin. Turli xil shakllardan bizga misol uchun mana bu yoki bu shakl yoqqan bo'lishi mumkin. Bizlar Arial. Xo'p, keyingi saklga o'tsak, mevalar turiga o'tsak, enter tugmasini bosamiz. Misol olma. Misol. Xuddi shunday yana boshqacha shakllarni ham ko'rishimiz mumkin. Mana bu главный menusdan alifbo, rem raqamlari yoki bo'lmasa tez tutmoqchi bo'lsak, alifbo tartibida kichkina rem raqamlari shaklida foydalanganlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu qatorlar ketmay xuddiki matriza shaklida foydalanib borgan. Chapdan, o'ngdan joylashuv, mana bu yerdan e'tibor beradigan bo'lsak, главный menusdan bosib tayyorlasak bo'ladi. Mana bu alifbo tartibida, ya'ni tartiblab beradi bizga so'zlarni. Ctrl+Z ni bossak orqaga qaytadi hamma jarayonlar. Xo'p, Ctrl+Z ni bosdik. Va biz e'tibor berishimiz mumkin bo'lgan kerakli narsalar asosan bu jarayonda mana shular deb ayta olaman. Va bugungi darsimiz mana shu bilan o'z nihoyasiga yetdi deya olmayman, chunki вставка va uskunalar panelida ham ko'rishimiz kerak bo'lgan ko'plab bizga kerakli uskunalar paneli mavjud. Title stransa nima qilishini bilamiz. Albatta bu bizga kerakli tayyor shablonni ochib beradi. Posta stransa bizga posta xos ochib beradi. Xo'p, endi вставка bo'limining asosiy ajaldan bo'lmish tablica, rasm va turli xil shakllarga kelamiz. Xo'p, tablica nimaligini bilamiz. Bilamizki, bu jadvallar hisoblanadi. Keyingi darsda albatta biz jadvallar bilan ishlash uchun keyingi darsda boshlab beramiz.